Tashrif arafasidagi sovg'a. Rossiya Xitoy kemasiga hujum qildi. Hormuzda to'polon, kemalar qo'lga olindi. Javob zarbasi. Rossiya Ukrainaga tungi hujum uyushtirdi. Qirg'izistonlik chegarachilar o'zbekistonlik erkakni kuch ishlatib olib ketdi. Quyoshda xavfli qora dog'lar paydo bo'ldi. Olimlar. Endi esa batafsil. Yosh o'tgani sayin prostata bilan bog'liq muammolar natijasida umumiy zaiflik holatlari, erkaklik istaklarini kamayishi yuzaga keladi. Va bir martalik dori vositalaridan yechim eng katta xatodir. Chunki o'ziga o'rgatish va nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi. Tabiiy vitranik kapsulalar bilan bunday muammolarga duch kelmaysiz. Vitranik erkaklik quvvatini tez va samarali oshiradi, peshob muammolarini bartaraf qiladi. Ekrandagi raqamlar bilan bog'laning va 30% chegirmaga ega bo'ling. Tashrif arafasidagi sovg'a. Rossiya Xitoy kemasiga hujum qildi. Rossiya qo'shinlari 18-mayga o'tar kechasi Xitoyning savdo kemasiga shahid droni bilan hujum qildi. Bu haqda Ukraina harbiy dengiz kuchlari vakili Dmitriy Pletyonchuk ma'lum qilgan. Kemada Xitoy fuqarolari bo'lgani va u Qora dengizdan nishonga olingani aytilmoqda. Bugun tunda rossiyaliklar bizning dengizimizda Xitoy savdo kemasiga shahid bilan zarba berishga qaror qilganda, ularni bunga nima undagan ekan? Dahshatli xatolik yuz berdimi, o'rtoqlar? deb yozdi Pletyonchuk. Hujumga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham munosabat bildirgan. U Rossiya harbiylari kema Xitoyga tegishli ekanidan xabardor bo'lganini aytdi. Odessaga dronlar hujum qildi. Ulardan biri Xitoyga tegishli kemaga zarba bergan. Rossiyaliklar dengizda qaysi kema turganini bilmasligi mumkin emasdi. Umuman 8 ta viloyatda vayrongarchiliklar qayd etildi. Hozirgi vaqtda butun mamlakat bo'ylab o'nlab odamlar, jumladan bolalar ham jarohatlangani ma'lum, dedi Ukraina rahbari. Javob zarbasi. Rossiya Ukrainaga tungi hujum uyushtirdi. 18-mayga o'tar kechasi Rossiya tomonidan Ukrainaga uyushtirilgan navbatdagi tungi hujumlar oqibatida bir kishi halok bo'ldi. 30 dan ortiq odam yaralandi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hujumlar davomida Rossiya dronlar, raketalar va artilleriyadan foydalangan. Asosiy zarbalar Odessa, Dnepr va Zaporojye hududlariga berilgan. Odessa shahrida dronlar turar joy binolari, maktab va bolalar bog'chasiga zarar yetkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir nechta binolarda yong'in yuzaga kelgan. Mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Lisakning aytishicha, hujumda 11 yoshli bola va 59 yoshli erkak jarohat olgan. Dnepr shahriga uyushtirilgan raketa hujumi oqibatida 18 kishi jarohatlangan. Yaralanganlar orasida 2 yoshli qiz va 10 yoshli o'g'il bola ham bor. Zaporojye viloyati gubernatori Ivan Fyodorov tungi hujumlar oqibatida 3 kishi jarohat olganini bildirdi. Xerson viloyatida hujumlar oqibatida esa 1 kishi halok bo'lgan, yana 9 kishi yaralangan. Hormuzda to'polon, kemalar qo'lga olindi. Dunyo neftining katta qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozi atrofida vaziyat yanada taranglashib bormoqda. Birlashgan Arab Amirligi yaqinida turgan bir kema noma'lum odamlar tomonidan egallab olinib, Eron tomonga olib ketildi. Oman yaqinida esa Hind yuk kemasi hujumdan keyin cho'kib ketdi. Bu voqealar AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar murakkablashgan, neft narxlari oshgan va Yaqin Sharqdagi urush xavfi kuchaygan paytda sodir bo'ldi. Birlashgan Arab Amirligi yaqinidagi kema noma'lum odamlar tomonidan olib ketildi. Britaniyaning UKMTO dengiz savdosi markazi ma'lum qilishicha, Birlashgan Arab Amirligining muhim neft portlaridan biri bo'lgan Fujayra yaqinida turgan kema noma'lum qurollangan shaxslar tomonidan egallab olingan. Kema keyinchalik Eron suvlariga qarab harakatlangani aytilmoqda. AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat yanada chuqurlashmoqda. Bir hafta oldin AQSh harbiylari Eronning bir nechta tankerlarga qarata o'q uzib, ularni harakatsiz holatga keltirgandi. AQSh bu tankerlar Eron portlari blokadasini buzishga uringanini aytgan. Eron esa bunga javoban yangi muzokaralarni boshlash uchun 5 ta talab qo'ydi. Ular orasida urush uchun kompensatsiya to'lash va Hormuz bo'g'ozi ustidan Eron suverenitetini rasman tan olish ham bor. Eron vitse-prezidenti Muhammad Rizo Orif davlat televideniyasida Hormuz har doim bizniki bo'lgan va biz uni hech qachon bermaymiz deya bayonot berdi. Netanyahuning yashirin tashrifi ham shov-shuv bo'ldi. Kema olib ketilgani haqidagi xabarlar Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Birlashgan Arab Amirligiga yashirin tashrif buyurganini aytganidan bir necha soat o'tib tarqaldi. Birlashgan Arab Amirligi esa bu tashrif bo'lganini tezda inkor etdi. AQSh harbiylari Eron tahdidlarini jiddiy qabul qilmoqda. AQShning Yaqin Sharqdagi eng yuqori harbiy qo'mondoni
Admiral Brad Cooper Eron armiyasi ancha zaiflashganini aytdi, lekin uning fikricha Tehronning tahdidlari xalqaro yuk tashish va sug'urta kompaniyalariga katta bosim qilmoqda. U AQSh istasa Hormuz bo'g'ozini to'liq ochib, kemalarni harbiy himoya bilan kuzata olishini aytdi. Ammo ayni paytda juda nozik muzokaralar ketayotgani sabab ehtiyotkorlik bilan harakat qilinayotganini ta'kidladi. Qirg'izistonlik chegarachilar o'zbekistonlik erkakni kuch ishlatib olib ketdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rishton-So'x yo'nalishidagi chegara nazorat o'tkazish hududida Qirg'iziston Respublikasining Qaypas chegara o'tkazish punktida O'zbekiston fuqarosi va Qirg'iziston chegara xizmati xodimlari o'rtasida nizo aks etgan video lavhalar tarqalgandi. Mazkur holat yuzasidan So'x tumani hokimligi munosabat bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati xodimlari hamda So'x tumanida yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqqan. Axborotda aytilishicha, fuqaro O'zbekiston hududiga olib kelingan. Shuningdek, ikki tomon mas'ullari va fuqaro ishtirokida muloqot o'tkazilib, vaziyat tinch yo'l bilan bartaraf etilgan. Tomonlar yuzaga kelgan tushunmovchilik uchun o'zaro uzr so'ragan. Shuningdek, munosabatda holat to'liq nazoratga olingani va ayni paytda tegishli idoralar bilan hamkorlikda har tomonlama o'rganilayotgani qayd etilgan. Quyoshda xavfli qora dog'lar paydo bo'ldi. Olimlar Quyoshning orqa tomonida yirik dog'lar guruhi shakllandi. Bu haqda Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi xabar qilgan. So'nggi yillardagi eng xavfli faollik markazlaridan birini Solar Orbiter kosmik apparati qayd etgan. So'nggi yillarda bir yil ichida Quyoshda bunga tenglasha oladigan biror narsani tezda eslash qiyin. Ham hajmi, ham Quyosh diskidagi joylashuv bo'yicha bunga eng yaqin holat xotiramizda faqat 2 yil avval sodir bo'lgan. Bu 2024-yilning may oyi birinchi yarmida kuzatilgan 3664-raqamli sohadir. O'shanda bu Yerga yuz bergan qator portlashlar va ularning Yerga bergan zarbalari so'nggi 20 yildagi eng kuchli magnit bo'ronini keltirib chiqargandi. Ularning ta'kidlashicha, tarixdagi eng kuchli chaqnashlarning barchasi istisnosiz rekord darajadagi yirik faollik sohalarida sodir bo'lgan. Yerdan turib kuzatilganda Quyosh o'z o'q atrofida to'liq bir aylanishni 4 haftada amalga oshiradi. Taxminan 1 haftadan keyin ushbu faollik sohasi Yer sayyorasining ko'rish maydonida, Quyoshning chap chetida paydo bo'ladi. Uning eng xavfli pozitsiyasiga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri Yerning ro'parasiga o'tishi uchun yana 1 hafta kerak bo'ladi. Olimlarning qayd etishicha, 2 hafta bu Quyosh dog'lari guruhi uchun juda katta muddat. Bu vaqt ichida ular paydo bo'lishga, bir qator chaqnashlarni keltirib chiqarishga va g'oyib bo'lishga ulgurishi mumkin. Shu sababli 14 kundan keyin ushbu guruhdan nima qolishini oldindan aytib bo'lmaydi.